hovli bo'lsa shunaqa kattagina keng hovli bo'lsin. Qadrdonlar, bugun sizlar bilan birgalikda 5 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu yangi uyni ko'rib chiqamiz. Akamiz bilan narxini yarim soat talashdim. Zo'r narx belgilab qo'yganman. Video davomida narxlar bilan aytib o'taman. Mana shunaqa yangi uyni niyat qilganlar, yurakchani qizartirib bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Endi kelinglar, kiraverishdan boshlaymiz. Uyimizdagi kiraverish kattagina, juda ham baland darvozaxona qilingan. Bemalol hovliga ikkita katta avtomobil qo'ysak ham bo'ladi. Endi mana bu chap tarafdagi binolarni sizlarga birin-ketin tushuntirib beraman. Yerto'lasi tegi yaxlit qilingan ekan. Uyimizning eng asosiy isitish tizimlari ham aynan yerto'lada joylashtirilgan. Binoga kirganimizda keng yo'li, chap tarafda bitta yotoqxona va buni yonida sanuzul bo'lsa, eng asosiy katta mehmonxonamiz ham aynan mana shu chap tarafdagi imoratimizda joylashgan. Endi o'ng tarafga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda ikkita xona va o'zini sanuzuli bilan. Bittasini bolalar uchun yotoqxona qilib bersak, bittasi ota-onalar uchun mo'ljallangan, o'zini ichida sanuzullar bilan birgalikda bo'ladi. Hovlimizni endi o'ng burchagini ko'rar ekanmiz. Juda ham chiroyli naves ostida mana shunaqa joy qilingan. Endi tapchanlarni qo'yib qo'yib, yo burchagida kommunikatsiyalar ham qoldirilgan, yozgi oshxonalar ham yasab olsak bo'ladi. Men o'zimga to'g'risi yoqqan joyi mana bu yashil hududi bo'ldi-da. Hovlining ikki yoq tarafida juda ham kattagina keng yashil hudud qoldirilgan va uyimizning bu yoq past tarafida bir qavatli shinamgina imorat qurilgan. Bu imoratimizning u yoq burchagida hovli uchun umumiy sanuzul, yuvinish xonasi, hojatxonalari joylashgan. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu yoqdan ham kirish eshigi bor, u yoqdan ham kirish eshigi bor. Xo'p, bu yoqdan kirganimizda chap tarafda bitta yotoqxona o'zini sanuzuli bilan bo'lsa, buni yonginasida oilaviy, ya'ni ovqatlanib, televizor ko'rib, choy poy ichib o'tiriladigan xona va bu xonani ichidan u yoqdan oshxonaga ham kirsak bo'ladi. U yoq tashqari tarafda eshikni ko'rayotgan bo'lsanglar, tashqaridan ham oshxonaga kirib chiqish alohida eshik qilingan. Oshxonamizda ham mebellargacha yasab qo'yilgan va oshxonaning ichida ham alohida холодный xona ham qilingan ekan. Uy qurgan akalarimiz ba'zi bir kamkostlarini, mebel jihozlarini to'liqligicha ta'mirdan chiqarib beramiz deyishyapti. Uyimizni akamiz 150 mi, 155 mi mo'ljal qotgan ekanlar. Aka hozir qish payti, savdo pastroq deb $139.900 amallab ko'ndirib qo'ydim. Endi balki tepasida kelsanglar ozgina savdolashib o'tib berishlari mumkin. Manzil qayerda desanglar, 3 Qahramon postidan 7 kilometr kirganda bo'ladi. Qiziqqanlar pastda har doim joy egalarining nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.